Assalomu alaykum ko'chma do'kon kanali a'zolari. Mana navbatdagi zakazimizni Navoiy viloyati Qiziltepaga qurib beryapmiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Do'konimizda karkas qismi ham yakunlanib qoldi. Do'konimiz 7 ga to'g'ri razmerda dom quruvchi akalarimizga sotuv ofis sifatida foydalanish uchun qurib beryapmiz. Balandligi 3,5 bo'lgan, bu ancha balandroq bo'lgan. Profillarimiz unga 5 lik, qalinligi 2 lik bo'lgan eng qalindan bo'ladi. Bu hech qanaqa ko'targanlaringizda qiyshayib ketmaydi yoki o'z holatini yo'qotmaydi. Ko'rishlaringiz mumkin. Keyin ko'plar qanday ko'chiramiz deyapti. Mana tepadagi ilgachalarni ko'ryapsizlar. To'rtta tomonga qo'yib berganmiz. Bemalol kran bilan ko'tarsanglar ham hech qanaqa osilib ketmaydi, boshqa narsa qilmaydi. Bunga javob beramiz. Rikalari ham 5 lik, eng qalindan zakazga kestiramiz bunaqa rikalarni. Nasib bo'lsa bitgandan keyin ham bitta chiroyli qilib arzon qilib beraman. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi raqam qoldiramiz, pastda bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin va bizni Instagram, Telegram, YouTube kanallari orqali kuzatib borsalaringiz, har kuni chiqib ketayotgan kunlik ma'lumotlarga ega bo'lishlaringiz mumkin. Biz bilan qoling, bizga obuna bo'ling.